Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Baytullohda jam qilib qo'yganligi uchun Allohga hamd sanolar bo'lsin. Baytullohga kelib tavof qildirib qo'yganligi uchun Allohga hamd sanolar bo'lsin. Biz bilgan va bilmagan, e'tirof etgan va etmagan hislatlari adadicha hamd sanolar bo'lsin. Rabbim bugungi jamoatni qilayotgan ibodatlarni dargohida qabul qilsin. Oxiratlarga hayırlı amallardan qilib bergin. Ya Rabbim, o'zingning soyangdan boshqa yo'q kun, soya yo'q kunda ya Robbil alamin. O'zing bizni shu soyang ostida jamlagin. Dua kılın dua. Bu günlere yetkazganiga ming shukr. Allohim bizni yarattın, olamni yarattın. Bizlerge shunchalik yengillik qilding. Allohim ana nasib etib ata babalarimizni niyat qilib kela olmagan joylarini mana eni shu 50 boshlarimiz 134, 135, 136, 137, 138-yil 50 boshlari ina yaxshi sey harakatlari bilan Ka'batullohni nasib qildirish nasib eyladi. Allohim bu qarorlarni chiqarib qo'ygan birinchidan prezidentimizga mingdan ming rahmat. O'zbekiston diniy idoralariga mingdan ming rahmat. Allohim shunday joylarga, tabarruk joylarga hammani teng ko'rib, ziyoratlari bo'lsin deb ziyoratgohga keltiribdilar. Hammasiga ming rahmat. Allohim shularni hamisha oilalariga tinchlik, totuvlik, baxt, saodat, omad, barakatlik ato qilsin. Ayniqsa mana Kamoliddin ukalarimiz har xil ma'ruzalar o'qib hammamizga eng ajoyib taassurotlar qoldirdi. Yo'lboshchilik qilib turibdi Umidbek, uni ukalari hammasi yo'lboshchilik qilib turibdi. Allohimdan ming minnatdorchilik qilib, shularga duolar qilib, hammamiz uylarimizda hamisha duolar qilib, bularni kelajakda katta imomlar bo'lib, shayxlar bo'lib yetishishiga, prezident lavozimiga yetirilishiga, ilmlariga ilm qo'shilishiga Allohimdan so'rab qolamiz. Ey Rabbim, mana shu Allohim oldiga kelib tuz bukib, o'zlarini ayblarini tan olib, ayblariga iqror bo'lib, Allohdan shafqat so'ragan har birimizga shu ziyoratgohning mag'firati, Allohning nigohi tushib qabul eylagan bo'lsin. Ilohim, ukalarim, erkaklar, hamma ayollar, hammamiz hojani ukalarimizning sababi bilan bo'ldik. Prezidentimizning sa'y harakatlari bilan bo'ldi. Diniy idoralarimizga ilohim rivoj tilaymiz. Izimizda qolgan bolalarimizni hammamizni keltirib mana shu kuyalarni ziyorat qildirib tursin. Shu jumladan endi Allohim qishlog'imga, G'azovat qishlog'imga, eng yaqinlarimga, Xorazm viloyati butun boshliqlariga shu din bilan shu bizlarni shu yerga jo'natgan har bir insonga katta rahmatlar aytamiz. Duolar qilamiz. Shulardan Allohdan umrlarini uzoq bo'lishini tilaymiz. Rabbim shularning uyida rizqi, baraka, hammamizning uyimizda rizqi, baraka ziyoda bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Endi hozir tarqalib